Shayxlo'lamdan kelaverishda Buxoro City'ning ro'parasida mana shunday chiroyli elitni domdan kvadrat metri atiga 6,5 million so'mdan kvartira topib qo'ydim. O'zi proyektni ichkaridan ko'rsataman. Domni sifatli qurganlarini isboti 5 ketdim o'zim ham. Mana bu bitta eshik qo'yilgan lestnitsa bilan chiqasiz. Bu yerda esa lift bilan chiqish uchun joylar mavjud. Shaxsan o'zimga ham yoqadi mana shunday elitni osmono'par binolarda yashash. 9 etajli domning 7-etajida 3 xonalik uyni obzorini ko'rsatishni boshlayman. Proyekt bilan tanishtiraman. Hozirda biz uyning oshxona qismida turibmiz. Eng asosiysi ikki taraflama proyektda. Xo'p, 3 xonalik 86 metr kvadratni tashkil etadi. Uyning asosiy kirib chiqish eshigi proyekt bo'yicha uyning birinchi xonasi, ikkinchi xonasi. Ko'rishingiz mumkin, trezalar ham yaxshi. Aqua Plus trezalar. O'zining mana bunday ochiq balkonlariga ham ega. Balkondan tashqariga ko'rishingiz mumkin, shundoqgina Karvon bozori bir qadam oldingizda. Bu yerda esa Shayxlo'la masjidi. Lokatsiyaga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Har bitta buxorolikning orzusi bo'lsa kerak. Mana shunday lokatsiyada yashash. Bu esa uyning yotoqxona qismi. Yotoqxona qismining oldida mana bunday yuvinish va hojatxonalar qilib qo'yganlar. Kvartira 86 metr kvadratdan iborat, kvadratiga 6,5 million so'mdan so'rashmoqda. Kimga qiziq bo'lsa, pastda telefon nomer qoldiraman, aloqaga chiqib kelaverasiz.